Xalq bilan muloqot qilish va mahallaviy ishlash tizimini yanada takomillashtirish, joylarda uchrayotgan muammolarni o'rganib, ularga tezkor yechim topishda viloyatimizning shahar va tumanlarida aholi uchun tashkil etilayotgan ommaviy sayyor qabullar muhim ahamiyat kasb etyapti. Kattaqo'rg'on shahrida Respublika harbiy prokuraturasi, O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi hamkorligida harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari hamda istifodagi harbiylar uchun sayyor qabul o'tkazishdi. Ta'kidlash joizki, keyingi yillarda mamlakatimiz qurolli kuchlarida ham katta islohotlar amalga oshirilyapti. Yurtimiz tinchligi, sarhadlarimiz daxlsizligini ta'minlab turgan harbiylar va ularning oila a'zolarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash maqsadida hukumatimiz tomonidan istiqbolli dasturlar ishlab chiqilib, amaliyotga tatbiq etilyapti. Sayyor qabulni Kattaqo'rg'on shahar hokimi Gavhar Alimova kirish so'zi bilan ochib, sayyor qabulning mazmun-mohiyati va ahamiyatiga to'xtalib o'tdi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori o'rinbosari, Respublika harbiy prokurori Otabek Xolboyev va boshqa so'zga chiqqanlar qurolli kuchlar tizimida olib borilayotgan islohotlar, harbiylarning huquq va burchlari, harbiy xizmatchilarning oila a'zolarini qo'llab-quvvatlash va ularning turli muammolarini o'rganish va hal etilishi bo'yicha olib borilayotgan amaliy ishlar haqida to'planganlarga ma'lumot berishdi. Shundan so'ng tadbir ishtirokchilari uchun sayyor qabul boshlandi. Unda Samarqand va Kattaqo'rg'on shahridagi harbiy qism, Milliy gvardiya, Favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimida faoliyat olib borayotgan va istifodagi harbiy xizmatchilar hamda ularning oila a'zolari ishga joylashish, uy-joy, kommunal soha, farzandlarni maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlariga joylashtirish, xizmat faoliyatini boshqa manzilga ko'chirish singari ko'plab masalalar bo'yicha tadbir tashkilotchilariga murojaatlar qilishdi. Mana bular o'zlari shaxsan shu yerga kelib tayyor qabulga o'tkazyaptilar. Katta rahmat. Adolatni qozonishga menga katta kuch madad bo'ldi bular. Mana shu mudofaamizni tayanchi kuchi juda katta bizning O'zbekistonda. Shu mudofaa bor ekan, biz tinch uxlaymiz. Sayyor qabulga kelgan Dildora Bozorova bir necha yillar davomida o'zi orzu qilgan harbiy sohada xizmat qildi. Oilaviy sharoiti tufayli vaqtinchalik istifoga chiqib, bu ayol sayyor qabulga kelib, yana harbiydagi kasbini davom ettirishi bo'yicha murojaat etdi. Qabulda kasbi bo'yicha yaxshi mutaxassis bo'lgan Dildora va unga o'xshagan fidoyi ayollar qaytadan ishga tiklandi. Qolaversa, ularga Respublika harbiy prokuraturasi tomonidan rag'bat sifatida televizorlar ham topshirildi. Mana sayyor qabulga kelgan ekansiz. Mana siz uchun ko'ryapmanki bir quvonchdasiz-da. Qaysi masalaga kelgandingiz, murojaat qilgandingiz, masalangiz qanday ijobiy hal etildi? Juda ham xursand bo'ldik bugungi sayyor qabulimizdan. Shu vaqtgacha mana ishsiz bo'lgandik, 2 yildan beri shtatimiz qisqarganligi sababli sakrashanga tushdik. Harbiy qismga ishlagandik. Mana bugun sayyor qabulga kelganimizga qayta ishga qabul qilindik. Juda ham xursandmiz. Nasib bo'lsa shu vatanimizga yana o'z hissamizni qo'shishga harakat qilamiz. Xudo xohlasa, yurtimiz tinchligi uchun, osoyishtalik uchun. Bizga bugun Respublika prokuraturasi tomonidan mana sovg'alar berildi. Juda ham xursandmiz. Nasib bo'lsa, undan keyin ham o'z ishimizni a'lo darajada olib boramiz deb yurtimiz ravnaqi uchun hissamizni qo'shamiz. Ishonchlarni oqlashga harakat qilamiz. Tadbir tashkilotchilari har bir murojaatchining muammolarini diqqat bilan tinglab, uning qonuniy yechimi bo'yicha mas'ul xodimlar va mutasaddi tashkilot vakillari bilan o'zaro maslahatlashib, shu yerning o'zida hal etilish choralarini ko'rishdi. Hamkorlikda kuch tuzilmalari ishtirokida sayyor qabul bo'lib o'tmoqda. Ushbu sayyor qabul maqsadi hozirgi kunda mana bu harbiy xizmatchilar, xodimlar va ularning turmush o'rtoqlari, oilalari orasida yuzaga kelayotgan turli xil muammolar, ularni masalan bog'cha masalalari yoki ishga joylashish masalalari yoki harbiy xizmatni o'tash bilan bog'liq bo'lgan turli holatlar. Ushbu masalalar ushbu bugungi kundagi sayyor qabul jarayonida ko'rib chiqildi. Iste'fodagi, bundan tashqari rezervdagi fuqarolar, bo'shatilgan fuqarolarning murojaatlari ko'rib chiqilyapti. Ayrim murojaatlarga joylar hozirning o'zidayoq yechim topilib, ijobiy javob berib jo'natilmoqda fuqarolar. Hozirda o'sha yuzaga kelayotgan muammolarni tegishligicha joylarda bartaraf qilish, bundan tashqari joyining o'zida bartaraf qilish imkoni bo'lmagan muammolarni esa tegishli vazirlikning idoralarining rahbarlariga ko'rib chiqish orqali
murojaatlarni jo'natish orqali ularga ijobiy yechim berish masalasi fuqarolarga tushuntirilgan holatda huquqiy maslahatlar berib kelinmoqda. Ushbu sayyor qabul jarayonlaridan ko'zlangan asosiy maqsad bugungi kunda mana yangi O'zbekiston, rivojlanayotgan O'zbekistonimizda harbiy xizmatchilarga ko'rsatilayotgan yuqori darajadagi imkoniyatlar, berilgan sharoitlar, ularga yanada qulay sharoit yaratib berish masalalari, harbiy xizmat o'sha jarayonda harbiy xizmatchilarga berilayotgan imkoniyatlarni yanada takomillashtirish jarayonlari, harbiy xizmatchilarni oilalarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ularga qulay shart-sharoitlar yaratib berish, turli o'sha sarsongarchiliklarni oldini olish va joylarda bartaraf qilish muammolarni masalasi ko'rib chiqilyapti. Sayyor qabulda Favqulodda vaziyatlar vazirligining viloyat boshqarmasi tarkibida xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilar, istifodagi xodimlar va ularning oila a'zolari ham yil va oylar davomida yechimini kutayotgan turli masala va muammolar bo'yicha murojaatlar qilishdi. Mana bugun O'zbekiston Respublikasi Harbiy prokuraturasi hamda harbiy tuzilmalar, kuch tuzilmalarining rahbarlari ishtirokida sayyor qabul o'tkazildi. Ushbu sayyor qabulga O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligidan mas'ul rahbar xodimlar kelib ishtirok etishdi. Ularga ko'plab murojaatlar bo'ldi. Aynan ushbu murojaatlarga to'xtaladigan bo'lsak, asosiy murojaatlardan biri o'sha oilaviy sharoit sababli o'sha harbiy xizmatchilarning xizmat joylarini boshqa hududga ko'chirish, uy-joy bilan ta'minlash, oilalarni ish bilan ta'minlash yoki bo'lmasam o'sha farzandlarni o'sha maktabgacha ta'lim tashkilotiga joylashtirish singari masalalar bo'yicha murojaatlar kelib tushdi. Bular hammasi murojaatlar nazoratga olinib, hammasi tegishliligi bo'yicha tezda ularni ijroga qaratish, o'sha xodimlarga tezda amaliy yordam berish, harbiy xizmatchilarni qo'llab-quvvatlash maqsadida deyarli ko'plab murojaatlar joyida bartaraf etishga erishildi. Shu joyda o'zida ba'zi o'sha vaqt talab qiladigan o'sha murojaatlar o'sha nazoratga olindi va tegishli tashkilotlarga yuborildi. Hamda o'sha Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan ko'rib chiqilishi bo'yicha ijroga qaratildi. Demak, Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan o'sha doimiy ravishda fuqarolar tomonidan keladigan murojaatlar yoki o'sha harbiy xizmatchilarning murojaatlari, ularning oilalarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha tizimli ravishda ishlar amalga oshirilib borilmoqda. Bu kabi sayyor qabullar doimiy ravishda rahbar xodimlar tomonidan har oyda kamida 2-3 marotabadan turli hududlarda o'tkazib kelinmoqda. Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi shaxsan rahbari, uning o'rinbosarlari tomonidan har chorakda kamida 1 martadan sayyor qabul yoki bo'lmasam deyarli har oyda 2-3 marotaba shaxsiy qabullar ham o'tkazib borilmoqda. Bundan o'sha favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga keladigan fuqarolarni qabul qilish yoki bo'lmasam bundan tashqari o'sha turli hududlarda, hattoki o'sha viloyatimizning olis chekka hududlarida ham sayyor qabul o'tkazilib, ularni fuqarolarimizni murojaatlari tinglanib, ularni ijroga qaratish ishlari amalga oshirib kelinmoqda. Maqsad fuqarolarimizga qulay sharoitlar yaratish, ularni turli xil ko'ngilsiz holatlardan oldini olish, sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarni oldini olish, ularga qulaylik keltirish maqsadida qonuniyligini ta'minlab ijroga qaratishdan iborat. Har yili belgilangan reja asosida viloyatimizning shahar va tumanlarida harbiylar va ularning oila a'zolari uchun o'tkazilayotgan ommaviy sayyor qabullar tizimida faoliyat olib borayotgan xodimlar va ularning oila a'zolarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash hamda ularning yillar davomida to'planib qolgan muammolarni qonuniy yechim topib, murojaatchilarning huquqiy bilimlarini oshirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.